Assalomu alaykum. Men hozir Baxmal tumanidamiz. Qoloqmoq qishlog'ida taxminan 15 kun oldin biz olmalarni maxsus to'kuvchi dorilarini sepdik. Mana hozir ko'ramiz. Mana qo'lga nomiga ilyapti bu olmalar. Mana bitta qolgan, mana buyochalarni ko'rsatinglar. Bitta qoldi, mana bu ham tushib ketadi, yo'q, tushib bo'ldi. Bitta qolyapti. Mana buni kepkaga silkitamiz. Ya'ni maxsus olmalarni siyraklashtiruvchi dorilar. Bular nimani, qanaqa foydasi bor deydi ko'pchilik. Buning foydasi keyingi yilgi gullashda rag'batlantirib beradigan maxsus dori bo'ladi. Ya'ni o'simliklarni olmalarni siyraklashtiruvchi dorilar bo'ladi. Bularni mana shu foydasi, xuddi mana shunaqa to'kib tashlashimizning natijasida qo'l bilan mevalarni siyraklashtirishni ancha osonlashtirib, yengillashtirib beradi. Ya'ni o'zining foydasini beradi har qanaqasiga. Dorilar to'liq ishlagan mana. Shuni ko'ramiz bemalol. Buni o'zining millimetrlari bor. O'sha millimetrlarni topib, aniq vaqtda joyiga tushish kerak. Ana o'shandagina dorilar yaxshi ishlaydi. Ob-havoga ham bog'liq. Bu dorilarning nomi Exilis bilan Opus Garmon degan dorilar bor. Ya'ni oddiyroq qilib tushuntiraman. Agar razmeri masalan Opus Garmondan o'tib ketadigan bo'lsa, Exilis sepishimiz mumkin. Exilisdan o'tib ketadigan bo'lsa, Etifon sepishimiz mumkin. Boshqa dorilar bor. Kamera orqasidagi Sunnataga rahmat aytamiz, chunki har kuni ma'lumot berib turdi. Shu ma'lumotga qarab turib, men aytdim, qaysi dorini qanaqa sepilishi kerakligini sepildi. Xudoga shukr, mana dorilarimiz yaxshi ishladi. Endi bu yerga biz qo'lda qaytib kirmaymiz. Ya'ni ortiqcha qo'l mehnatini biz u ishdan umuman yiroqda bo'lamiz. Xudo xolos mana shu bitta to'g'ri papitka bilan, ya'ni to'g'ri agrotexnika bilan ishimizni yakunlab olamiz.